Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Olim Mamajonov kanaliga xush kelibsiz. Bu bizning Zen seriyamizning ikkinchi darsi. Birinchi darsi Zen nima ekanligini bilib oldik. Bugun esa eng muhim qadam kanalimizni to'g'ri yaratish va sozlashni ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik bu qadamni xato qiladi va keyin kanal o'smaydi. Shuning uchun diqqat bilan tomosha qiling. Birinchi navbatda Zen.ru saytiga kiring. Mana Zen.ru. Keyin bu yerdan muallif bo'lish tugmasini ko'ramiz. Mana bu yerda mana podpiska, ya'ni muallif bo'lish. Mana shuni bosamiz. Bu yerda Vayt ni bosamiz. Bu yerda ikki xil variant taklif qiladi. Birinchisi vhod через Vkontakte ID, ikkinchisi Vayt через Yandex ID. Eng muhim qadam bu yerda telefon raqam bilan kirish kerak asli, lekin ko'pchilik tavsiya qiladi, agar kanalingiz yaxshiroq o'sadigan bo'lsa, Vkontakte orqali kirish kerak, chunki Zenga bu ishonarliroq bo'ladi. Demak, Vkontaktdan ro'yxatdan o'tib olamiz tashlab. Mana shu holatda ochiladi Vkontaktdan. Bu yerdan telefon raqam kiritamiz. Mana bu yerdan davlatni tanlaymiz. Sazdat akkaunt qilamiz. Biz yangi akkaunt yaratyapmiz, do'stlar. Biroz vaqt talab qiladi. Demak, boshqatdan yana teramiz. 90. Demak, Telegramimizga kod ketdi. Ya'ni bu ro'yxatdan o'tsak, Telegramga kod boradi. Ana shu narsani kiritamiz. Xo'p, Telegramni ochamiz. Ya'ni kod ketdi. Mana shu kodni olamiz. Xo'p. Mana shu joyga kiritamiz. Demak, oldin ro'yxatdan o'tgan ekanman. Mana shu parolni kirit deyapti. Xo'p, parol это не мой аккаунт. Parol deylik, mayli. Yandex Zenni ochamiz, ya'ni Zenni. Mana Zenga ham kirib oldik, ya'ni birinchisidan kirdik, ya'ni telefon raqam tersak, mana shu narsa ochiladi. Mana Ivan Solovyov deb nomladim. Bu yerda yana bitta narsa bor. Bitta kanal ochamiz. Bu akkauntimiz. Endi biz kanal ochamiz. Bu kanal. Ivan Solovyov deb turibdi, lekin buni o'zgartirishimiz kerak. Maslahat sizlarga, nom qisqa bo'lishi kerak, esda qolarli va mavzuni aks ettirish kerak. Masalan, men o'zimnikini Zen sirlari olim deb qo'yaman. Nomlayman mana bu yerda. Hop. Zen sirlari. Hop. Olim deb qo'yaman. Hop, описаниеga biror narsa yozib qo'yamiz. Bu yerda men Zen haqida ma'lumotlar berib boraman. Albatta obuna bo'lishni unutmang. Hop, дополнительный bos. Hop. Telefon raqam kiritish kerak. Albatta pochta va ijtimoiy tarmoqlarni ham kiritib qo'yishimiz kerak. Buni keyingi darslarda birgalikda bajaramiz, xudo xolisa. Hop, endi Zen sirlari olim deb paydo bo'ldi. Bu yerda men Zen haqida ma'lumot berib boraman. Albatta obuna bo'lishni unutmang. Hop. Nom va tavsifda nima yozish mumkin, nima yozish mumkin emas. Bu yerda haqoratli so'zlar, masalan, begona logotiplar, shubhali havola, bularni yozsangiz kanal bloklanishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha mavzudan tashqariga chiqishni tavsiya qilmayman. Bu yerda o'zingiz silka berishingiz mumkin, turli xil, masalan, YouTube'ga qo'yib qo'yishingiz mumkin. Telefon raqam обязательно albatta kiriting, pochta kiriting va sotsial setlarga kiriting. Ya'ni biz ochgan Vkontakte, Odnoklassniki bo'lsa Odnoklassniki, shunga o'xshagan sotsial setlarni ham qo'yishni unutmang. Xo'p, bu qismni juda ko'pchilik o'tkazib yuboradi, lekin bu juda muhim.
Birinchidan, ijtimoiy tarmoqlarga havolalar qo'shish kerak. 5 tagacha qo'shish mumkin. Telegram kanal, masalan, YouTube kanalmi. Ikkinchidan, bot sinxronizatsiya orqali Telegramga ulab qo'yish kerak. Э, bu yangi maqolalaringizni avtomatik Telegramga jo'natadi. Uchinchidan, veb analitikangizning sozlashingiz kerak. Ko'rib turibsizlar, yana sozlash ishlari bu yerlarni to'ldiramiz. Bu yerlarni birgalikda to'ldirib chiqamiz hali sizlar bilan birga. Eee, logotip esdan chiqmasin. Logotipni nimasi PNG yoki JPG format bo'ladi. 156 pikseldan katta bo'lishi kerak. Yuz aniq ko'rinib turishi kerak. Bu ishonchni oshiradi. Ko'rib turibsizlar, mana shu yerda birinchi qadam, birinchi hozir biz qilgan ishlarni birma-bir sanab o'tamiz. Zen.ru saytini ochdik, muallif bo'lish tugmasini bosdik, Vkontakte ID orqali kirib, yangi hisob yaratdik, telefon raqam uladik. Kirish tiklash uchun kerak bo'ladi bizga. Ikkinchi qadam, kanalni sozladik. 140 ta belgichagacha mana bu yerdan mana kanal nom qo'ydik. Bitta avatar qo'ymadik, avatar qo'ysa bo'ladi. Tavsif yozdik, 300 ta belgigacha kanal nima haqdaligini aytdik. Avatar PNG yoki JPG formati 156 pikseldan katta bo'lishi kerak. Kanal manzili qisqa va esda qolarli havola o'ylab topdik. 3-chi qadam, qo'shimcha sozlamalar, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarga havolalar qo'shish 5 tagacha. Muloqot uchun email kiritamiz. Bot sinxronizatsiya orqali Telegramga ulaymiz. Veb analitikani sozlaymiz, ya'ni Yandex Metrika yoki boshqalar. Diqqat, nom va tavsifda taqiqlangan haqoratli so'zlar, haqorat, dushmanlik tili, o'qib bo'lmaydigan belgilar, dasturiy kod, shubhali manbalarga havolalar, begona tovar belgilari, logotiplar, bularni qo'yib bo'lmaydi. Agar qo'ysangiz, Zen srazi sizni bloklaydi. Obunachilar, hurmatli foydalanuvchilar, agar mana shu narsalarni to'g'ri bajarsangiz, birinchi qadamni to'g'ri bajargan bo'lasiz. Agar tushunmasangiz, birorta savol tug'ilsa, Telegram kanalimga o'ting. Telegram kanalimda iloji boricha lichkam bor, yo bo'lmasa pastdagi kommentariy bo'limi bor. Kommentariy bo'limiga yozsangiz, iloji boricha men sizga tushuntirishga harakat qilaman. Tushuntirib beraman. Birgalikda ochamiz, ko'ramiz. Keyingi darsda kontent formatlari haqida gaplashamiz. Maqola, post va video qaysi biri ko'proq pul olib keladi, shular haqida gaplashamiz. Ya'ni maqolani qanday qo'yish kerak, oldin nishalarni analiz qilamiz, qanday nishalarni qo'llash kerak, qaysi nishalar 2026-yil uchun muhim, qaysi nishalar muhim emas, shular haqida gaplashamiz. Trenddagi nishalarni olib, iloji boricha sizlar bilan birgalikda yuritib, shu narsalarni o'sha maqola yozib, joylashtirish bo'limigacha olib kelamiz, xudo xolisa. Keyingi darsga ko'rishguncha sog' bo'ling, like bosing, obuna bo'ling va do'stlaringizga ulashing. Telegram kanalimda ham birgalikda sizlar bilan birga ko'ramiz bu narsalarni.